Assalomu alaykum, vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 19 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqiy Turkiston surgun dokumenti Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Bugun biz o'tkazilgan suhbatimiz 12 ayning 22 kuni, ya'ni 22 dekabr to'g'riliq bo'lib, bizga o'xshash davlatining egilik huquqini yo'qotgan vatani munqiraz bo'lgan xalqning peshonasiga bir nomus tamg'isi besiladi. Nomusni bilish insonlik xislat jumlasidan bo'lsa, nomusni yo'yishni bilish insonning yuqori sifatlaridandir. Vatanning munqariz bo'lgan kunini esda tutish va u kunda eng oz bo'lgandimi mustaqillik irodamizni ifodalash bu nomusimizni yo'yishimizning eng oldingi bosqichi bo'ladi albatta. Sharqiy Turkiston surgun dokumenti 22 dekabr kuni Sharqiy Turkiston milliy motam kuni qilib bekitdi. Va har yili bu kuni har xil faoliyat va namoyish bilan Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan g'azab nafratimizni ifodalash va egilmas mustaqillik irodamizni namoyon qilish qaror qilindi. Bugun biz Sharqiy Turkiston surgun dokumenti Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimni mushu masala to'g'riliq fikr bayon qilishga taklif qildik. Marhamat Salih Xudoyor apandim. 22 dekabr nima uchun biz bu kunni milliy motam kuni qilib bekitdik? Shu to'g'ri so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu kuni hamma odamga ma'lum bo'lganidek, Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin, yani 2. Sharq Turkiston Cumhuriyeti, en ahırki resmi ilgili hukukumuzni qo'limizda tutgan devletimiz. Şu gününki şu Cumhuriyetimizningki milliy armiyasi, yani bir devletninki armiyasi bo'lmasa, onunki ilgili hukukunu, o devletning zimin bütünlükini, o devletninki puhralarini qo'g'dayanmaydi. Yani en birinci törük bu devletni ayakta tutup turadigan şu milliy armiya ve istihbarat desek bo'ladi. Bizninki milliy armiyasimiz şu 12 ayninki 22 kuni Xitoy atalmış Xalq Cumhuriyetininki atalmış komünistlarninki, Xitoy komünistlarninki atalmış Xalq Azatlık Armiyası tarafından hem Cumhuriyetimiz ag'darilib etdi, hem milliy armiyaniki nimisi milliy armiyani şu kunda yo'qotdi. Yani atalmış Xitoyninki Xalq Azatlık Armiyasininki 5. korpusiga buyruq bilan şu kuni qo'shilib etdi. Yani devletimizni devlet qilib tutib turgan en ahirgi narsani yo'qotgan kunimiz. Yani devletimizningki egilik huquqimizni yo'qotgan kunimiz. Devletimizningki ag'dirilib ketgan kuni. Bu biz uchun milliy motam kuni. En echinishli kun bizga. Gerçi 10. ayının 12-sida Xitoy tajovuzchilar, kommunist tajovuzchilar Sharq Turkiston tajovuz qilgan zaman bo'lsa-mu, onun ikimi yani bizdeki armiyamiz batı. Onun ikimi yani bizdeki devletimiz hala mevcuttu. Ta 12. ayının 22. kadar. Şu günü devletimiz asasen devletimizni qo'ldan yo'qotib qo'ydik. Yani egilik huquqimiz şu günü yo'qoldi. Xitoylarmi şu günni atalmış aks ismini ağım yok. Atalmış Xitoycha bir gap bor. Ülkelik hükümeti de başında şu günü bayan kıldı. Yani devletimizni ag'dirib qo'ygandan keyin shuning uchun bu kunni la'natleymiz. Shuning uchun bu kun bizga milliy motam kuni. Chunki bugungi irqiy qirg'inchilik, bugungi yani 74 yilning yozi kurayotgan ishg'oliyat, irqiy qirg'inchilik, mustamlikaninki bo'lishininki sababi devletimizningki qo'ldan ketganligi. Agar devlet qo'ldan ketmagan bo'lsa, biz bugun bunda qirılmaydik. Dünyanın her qaysi yerlarida bunda sargardan, sarson surgunda yaşamaydik. Yani Sharq Turkistonda bulutuk. Eğer bugün bu
bu apetlik, bu qar kun bizninki beşimizgi bu matem günü beşimizden ötmegen bolsa. Şuning uchun biz bu kunni matem kuni dep bekitdik. Biri ang echinishlik matem kuni Sharq Turkiston xalqiga va Sharq Turkiston yani dövletingni yo'qitib qo'yishdimi echinishlik bir narsa yo'q. Agar buni bilsak. Chunki davlat bo'lgandan keyin undan keyin bizning erkinligimiz bo'ladi, baxt saodatimiz bo'ladi, tilimiz bo'ladi, madaniyatimiz bo'ladi. Hamma narsani saqlab turadigan narsa davlat va u davlatni saqlab turadigan narsa milliy armiya. Onu yo'qotgan kunimiz. Shuning uchun bu milliy matam kuni. Ammo yolg'izlam bu milliy matam kuni deblam matam tutishdan sirib biz xalqarada hamma Sharq Turkiston xalqi bo'lish bilan Sharq Turkistonlik bo'lish bilan bizningki bu kunni la'natlaydiganligimizni, bizningki Sharq Turkistonning mustaqilligidan voz kechmaganligimizni va hargiz voz kechmaydiganligimizni va bu Xitoyninki tajovuzchilarninki, Xitoy ishg'olotchilarininki davlatimizning ag'dirib o'tganiga qarshi ekanligimizni va biz xalqaroning Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilishiga chaqirish qilishimiz kerak. Xalqaroga bizningki milliy irodamizni bildirishimiz kerak. Mustaqillikni asl keltirish uchun biz yani kerak bo'lsa milimizni, janimizni, qinimizni, barlig'imizni beralaydiganligimizni ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun bu milliy matam kunida matam tutishdan sirt xalqaroga o'zimizningki irodamizni har qaysi davlatlarda yolg'iz bir kishi bo'lsakmi, u shu davlatda o'zimizningki o'lmaganligimizni, bu Sharq Turkiston davlatimizdan voz kechmaganligimizni va hargiz voz kechmaydiganligimizni xalqaroga bildirish majburiyatimiz bor. Bizningki ajdodlarimizga hozir qo'limizdan kelalaydigani shu. Shularni xotirlash, davlatimizni xotirlash ve şularning ro'yini, shularning izidan besish. Yani bazı bugünkü hain munofiqlarnikidan emas. Masalan, bugünkü kunda İsa Yusuf Aliptekin ve atalmış 3 efendi hain munofiqlarni Sharq Turkiston Cumhuriyetlariga qarshi turgan Xitoy tarafida, düşmanimizning tarafida yer olgan, shular bilan davlatimiz qarshi urushgan hain munofiqlarni tebriklash emas, xotirlash emas, davlatimiz uchun o'lganlarni, davlatimizni, o'zimizning milliy davlatimizni, Xitoyninki bir parchasi emas, o'zimizning milliy davlatimizning mustaqillik uchun kurashganlarni, shu davlatninki mudofaa qilaman deb, shu davlatni qo'g'dayman deb, shu davlatni davom qilaman deb kurash ömür bo'yini sarf qilgan, shu yo'lda o'lgan shehidlarimizni o'lganishimiz kerak. İsa Yusuf'dek, Mesut Sabridek ve başka hain munofiqlarni o'lga olmasligimiz kerak. Ve bugünkü bu bazı Türk'üm munofiq hainlarniki bu hain munofiqlarni o kadar dahi qilib ko'rsatishi, o kadar bazag'i silishi, xotirlashi. Çünkü bugünkü hainlar yani bu hainlar yani atalmış bu üç efendilerini hozirgi hainlar o'zininki hozirgi qilayotgan xiyonatini va kelgusidagi yani davomli qilib keladigan Xitoyga xo'jalik qilayotgan, ya'ni Xitoyga kuchuklik qilayotgan, xushomat qilayotgan, Xitoy uchun xizmat qilayotgan pastkash xiyonatini aqlash uchun, yushirish uchun va xuddi burungi xainlardek kelgusida bizning qiyğinimizmi to'g'ri degandek bir ishni yaratish uchun qilinyapti aziz xalqim. Shuning uchun buningga biz qarshi turishimiz kerak. Ya'ni o'zingning davlating tursa, o'zingning Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb milliy davlating tursa, nima haqqing bor seninki? Agar dushman tarafida turib, uning dushmanning ostida yo'q biz o'zimizning davlatimiz qarshi düşmanning ostida oliy avtonomiya yoki inson huquqiy archi ko'kchi olaman deydigan bo'lsang, sen hain bo'lmay nima? Bu hainlarni ko'tarib, bu hainlarni madiylash hainlikdir va bu bugungi hainlarniki
kelgisideki texmi köp hayıl oşulağa oxşaş qanda biz qarşı dövletimizni qanda satqan bolsa, Xitay bilen turup Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne qanda qarşı turup atqan bolsa, hatta bugünmü gerçi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bugün mustaqil emas, işgaliyet astyda. Amma bugünmü o hazır küräwatlar siyasi faaliyetlerde qanda burun Şarkı Türkistan Cumhuriyeti mustaqillik üçün küreş kılıp atqan bolsa, bütün Şarkı Türkistan'ın kim mustaqillik üçün, zemin bütünlük üçün küreş kılıp atqan bolsa ve bugün Şarkı Türkistan sürgün hükümeti şunun izbasarı bulap hizmet kılıp atıyor. Yani oxşaş yolda bütün Şarkı Türkistan'ın 1.828.418 kvadrat kilometr zeminini mustaqillik üçün küreş kılıp ba bugünkü hayırlı qanda qılatıdı şu Eysa Yusuf Alip Tekinni üç efendilerini yani Gomindan bilen Xitay işgalçıları bilen hizmet qilib şununki dombiqini çelip özünün cumhuriyeti qarşı tuğan özünün milli dövleti qarşı tuğan özünün milleti qarşı tuğan münafıqlar qanda qilgan bolsa bugünkü şu chet ellerdeki münafıqlar oxşaş qılatıdı. Tayvan'dan yani Gomindan'dan teqiç maaş elip yani Şarkı Türkistan'daki mustaqillik yolunu tutsayma davatıdı. Mustaqillik meselesi kültürüş yolumuzga tutsalgı bulumu davatıdı. Ve kulunun kilovatkan erkeklerini kilovatıdı. Ve şu erkeklerinin aklık doğru çıkırış için ötmüşteki münafık hayırlarını mediyeleş arkalık özüne aklamakçı bulavatıdı bular. Bunun azar elişimiz gerek. Bu münafıklarga Şarkı Türkistan halkı ergiz yol koymaydı o. Hıyanetka Şarkı Türkistan halkı ergiz yol koymaydı o. Şarkı Türkistan'ın mustaqilligidan başka yol yok. Ya Şarkı Türkistan'ın mustaqilligi koşulsan ya Şarkı Türkistan'ın halkı karşı turursun. Halkı karşı bulursan. Başka nimi yok. Eğer Xitay'dan mediyele atkansan, meyli Gomindan bolsun, meyli başkası bolsun, Erkanda Xitay bilen hamkarlığın bolsa, dostluğun bolsa, Şarkı Türkistan'ın mustaqillik karşı turduğun bolsan, sen biz için düşman. Bunu bil. Sen Şarkı Türkistan halkı için düşman. Sen aşağıdaki 40 milyon Şarkı Türkistan halkınınki düşmanı. Xitay qanda düşman bolsa, sen münafık hayırlarmı oxşaş düşman. Ve sen bu etmiştiki münafık hain ecdatlarını teknik hayırlıqını tebrikleş arkalık halkımızınki kallısını jemmeysen. Halk oygandı. Halk sizlininki kandalıqını, seninki etmiştiki hain münafık ecdatlarının kandalıqını obdan biledi. Şunun için bizning deydiğimiz Şarkı Türkistan sürgün hükümeti buluş süpütü bilen, Şarkı Türkistanlık buluşumuz süpütü bilen hayırlıqını toxtat. Yani hayırlarını mediyelep cüme. Şunda deyimiz. Ama ya biz devam kılımız deydiğen bolsan, biz qanda bizning burunqi ecdatlarımız qanda qalbi qiygan bolsa, Şarkı Türkistan'ın mustaqillikni aslı keltirip qanda qalbi qiygan bolsa, biz mi inşallah şunda qalbi qılımız. Ve sindek hayırlarga Şarkı Türkistan zımınıda bir geriç, hatta ziminin aslında bir geriç yer yok. Rahmet. 22 dekabr bizningki milliy armiyamizni o'zimizning eglik huquqini yo'qotgan kunimiz va sharafsiz bir nomga qaytib bir tutilgan bir kunimiz. Shundoq ekan bu nomusni esimizda tutishimiz va bu nomusni oqlash uchun tirishishimiz kerak, mustaqilligimiz uchun kurash qilishimiz kerak. Salih Xudoyorning gapi shu. Undan keyin Xitoylarning o'yiniga tushmasligimiz kerak. Bizga tiklab bergan doiralarning orqadan mangsak, amaliyotda o'zimizning mustaqil davlatimizga, mustaqillik irodamizga qarshi turgan bo'lib qolamiz. Garchi ularni shu bayroqni ko'targanda qilgan bilan amaliyot undaq emas. Hamda biz necha vaqtdan 1 oktyabr, ya'ni 10 oyning 1-i. Nima shu kunimi Xitoyga qarshi namoyish qilib kelayotgan bu bir odatga aylangan. Ammo hozir qarasak bu 22 dekabrninki ahamiyati texmi cho'ng va bizning mustaqilligimiz bilan bevosita bog'liq ekan. Bu ikkisining mohiyati farqi nima? Bunun çoğun bir mahiyet farkı var. Biri bu 1 oktyabr Xitay atalmış Xitay Halk Cumhuriyeti'nin kurulgan günü. Bu atalmış
Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilib 12 kundan keyin Sharq Turkistonga tajovuz qilishga boshlaydi. U Xitoyning o'ziniki jumhuriyatkini. Uni nim qilish nimiz Xitoy xalqining o'ziniki qarshi turamdi, qarshi turmamdi u nima? Biz bilan qilchi bir cho'ng bir munosabati yo'q. Biz agar la'natlaydigan kun bo'lsa, 10-oyning 12 kuni, ya'ni Sharq Turkiston zimini nim qilgan kuni, tajovuz qilib kelgan kuni. Agar u kunni la'natlaydigan bo'lsak, masalan, 10-oyning 1-ini la'natlaydigan bo'lsak, unda bo'lsa Go'mondangning qurilgan kunni la'natlash kerak. O'xshash nimada. Yoki atalmış mədəki Xitay Cumhuriyeti nima atalmış demokratlarınki üzgə tiklib alğan yeni bir Xitay Cumhuriyeti qurumuz deyilgan günni e'lon qilgan kunni la'natlash kerak. Agar unda nima qilsa. O'xshash mantiq bilan. O'xshash mantiqi bilan. Agar baxşitimiz yalğızlam Xitayning har qanday qurilgan davlatni la'natlash bo'lsa, shunday qilishimiz kerak. Xuddi biz kommunizmga qarshi bo'lsak, o chaqda 10-oyning 1-ini nima qilsak bo'ladi. Bizning bu yerda düşmanımız Xitay. Meyli komünist bolsun, meyli Go'mondang bolsun, meyli milletçisi bolsun, meyli Tungani bolsun, Musulmani bolsun, meyli militarist bolsun, meyli atalmış demokratçisi bolsun, Sharq Turkiston zimininki bir g'irich ziminini Xitoyga qo'shib olma deydigan, Xitoyning zimini deydigan, işgal qilma deydigan, mustamlikini davom qilma deydigan Xitoyning qandig'i bo'lsa, o bizning dushmanimiz. Onu bilishimiz kerak. To'g'ri. Bizning masalamiz yalg'izdan kommunist bilan nima bilan emas. Bizning masalamiz har qanday ishg'oliyatchi, tadavuzchi bilan. Bizning dushmanimiz shu. Onu bilishimiz kerak. Agar bizga do'st bo'lamiz desa, cho'qim bizning mustaqilligimizni qo'llash kerak. Albatta, eng birinchi shart u. To'g'ri. Eng birinchi shart. Bu bilan har qanday hamkorlik qilish agar masalasimi oldi bilan ochiq bayon bersan. Sharq Turkistondagi bu Xitoyniki irqiy qirg'inchilikni, ishg'oliyatini, mustamliklikni la'natlaysan, onundan sirt Sharq Turkiston xalqininki mustaqillikka bo'lgan irodasini hurmatlaysan va Sharq Turkiston davlatininki egilik huquqini hurmat qilmadi, jakalaysan, onundan keyin sen bilan hamkorlashish haqida o'tirib qanday hamkorlashimiz degili bo'ladi. Uni qilmay turib biz ular bilan hech qanday hamkorlash qilg'ili bo'lmaydi Xitoylar bilan. Xitoylarning har qandag'i bilan. Onu qilmoqcha u dushmanga ishongil bo'lmaydi. Biz burnimizga necha qatim yeb ketdik mana 100 yil ichida. Ya'ni o'xshash xatolikni tekrarlasak, bizmi xoin bo'lib qolamiz davlatimizning oldida. Bizmi millatimizning oldida xoin bo'lib qolamiz agar o'xshash xatolikni tekrarlasak. O'zimizning da'vosimizga, o'zimizning millatimizga, o'zimizning davlatimizga xiyonat qilgan bo'lamiz o vaqtda. To'g'ri. Demak, mustaqillik nuqtamizdan chiqish qilganda 22-dekabr bizningki xotirlaydigan va Xitoyga qarshi namoyish qilgan kunimiz. Chunki bu davlatchilik nimasidan nuqtasidan chiqqan vaqtda albatta bu kerak. 10-oyning 12-kuni, 22-kuni, 12-oyning 22-kuni. Demak, chunki biri Xitoy tajovuz qilib kelgan kuni, İkincisi devletimizdeki egilik hukukunu, yani milli armiyasını yo'qotish orqali devletimizni ag'dirib, egilik hukukumuzni yo'q qo'ygan kuni. İkincisi biz uchun la'natlaydigan qor kunlar. Chunki shuning uchun biz bu kunlarni nima qilishimiz kerak? Nima mushkullar orqali la'natlash orqali xalqaroga eng muhimi bu la'natlashdan sirt. Xalqaroga bizningki mustaqillikka bo'lgan davlatimizningki din voz kechmagan irodamizni bildirish va hargiz bu yo'ldan voz kechmaydiganligimizni bildirish. Ya'ni Xitoy degandek atalmış mustaqilchilar nayt osonlik bir qismi yo'qchi qism degan narsani yolg'onga chiqarish. To'g'ri. Bizning maqsadimiz. Chunki u tamoman yolg'on. Birdan bir yo'limiz mustaqillik bo'lgan ekan, uning prinsipida tushuntirishimiz kerak. Bizda atalmış vatanparlar bor. Ular har xil kiyim bilan sahnaga chiqadi.
xuddi bizniki mustaqilligimiz uchun xizmat qilayotgandek, amaliyotda Xitoyninki manfaati uchun xizmat qiladi. Lekin ayni chog'dagi vaziyat nihoyatda nihoyatda tushuniksiz bir xil holatda. Ayni chog'da bir tarafda Sovet bor, bir tarafda Xitoy, Qizil Xitoylar bor, bir tarafda Kuomintang bor. Yani Uyg'urlarning shu 22 dekabrning oldi shu Sharq Turkistonning oldi keyindagi siyosiy ahvoli qandaq edi? Endi bundaq deyishimning sababi chunki nurg'un odamlarga bizningki ziyolilarimizdan kelgan tushunchada Uyg'urlarda hech qanday imkoniyat yo'q edi. Faqat mush yo'lda menishdan boshqa yo'l yo'q edi. Ahmadjon Qosimmi aytishadi shu ishni qilgan. Umu Sharq Turkistondagi mustaqillik uchun kurash qilgan deydigan bir bizga bir tushuncha berdi. Ammo shu charkı siyosiy vaziyat aşındağım edi. Hamda bu siyasi vaziyettin mesela eğer bunun tafsilatını sözlep kessek uzun bulap gidiyor. Ama 49'dan başlaylı. 49'da Uruslu'nunki niyeti Şarkı Türkistan'ı yani bula eç Xitay komünistli bilen Xitay atalmış Xitay Halk Cumhuriyeti'nin kuruş niyeti çırpılı. Şunun bilen Uruslu'nunki nimisi bu müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kalsa bu yerde bu zamanda Şarkı Türkistan zamanda devletimiz müstakil kalsa bizninki İngilizlerinki yoki başka devletlerinki ta'siri uçurab şu o hem Urusninki menfaatiga zid hem yeni kuruladigan atalmış Xitay Halk Cumhuriyeti'ninki bexatarligiga tehdit bo'ladi deb Uruslar bunun qarshi turgan. Çünkü gerçi Hindistan, Pakistan müstakil devlet müstakilligini e'lon qilgan taqdirdimi u yerda yana İngilizninki ta'siri xeli kuchli. Sen öz vaqtidagi Yaqup Beg davridagi 7 shahar davlatiga qarasaqmi? O'xshash. Ayadal tampon bo'lmasin. Urusli bilan Rus imperiyasi bilan İngiliz imperiyasi chigirdosh bo'lib qolmasin deblam shu niyat bilan Xitoylarga yani Manjularga ikkili taraf masalan İngilizlar iqtisodiy jihatdan yordam qilib Rus imperiyasi buna nima logistikni Uyg'urchada hamda logistical masalan yemek, içmek, şu askerlerinin kiyimi, arvaları, o bu nima arqılık Manjularga yordam qilgan. Çünkü ayada müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bulup kalsa ikkilisi qo'rqaydi. Ya öz vaqtidagi Yaqup Begnikidan. Ma birisi nima masalan agar Rusga yaqinroq bo'lib ketsa İngilizga aqmaydi. İngilizninki bexatarligi, İngiliz imperiyasining bexatarligi aqmaydi. İngilizga yaqinroq bo'lib ketsa Rusninki O'rta Osiyodagi ishg'oliyatiga davom qilishga tehdit. Shuning uchun bu yanmış şunda bo'ldi. İşte çoğun imperiyanınki o'tirsda qoldik o vaqtda. O bugün 49'da mı o'xshash masalalarga bo'ldik. Devletimizningki talihsizlik yani şu ikki imperiya cho'ng kuchlarning cho'ng kuchlarning aralig'ida qilishimiz. Gerçi Urusninki Sharq Turkiston Cumhuriyetini qo'llashmi o'zininki manfaat uchun qo'lladi. Bir davlat o bizning ish chaqirib ketib, yani biz birinchi Cumhuriyet qarshi turgan Sovetlar ikkinchi Cumhuriyetni azroq yalg'onlik qo'llab qo'yishi faqat o'zining manfaati uchun. Biri Sharq Turkistondagi nima uchun Sharq Turkistonning shimol-g'arb qismida Cumhuriyet qurildi? Nima uchun birinchi Cumhuriyetda Qashqar tarafida bo'lmadi? Chunki shimol-g'arb qismida uranium va boshqa atom bombasiga keraklik boshqa ham materiallar bor. Janubda yo'q. Shuning uchun Ruslar shuni olmada Sharq Turkistonninki nima qismini qildi. Bo'lmasa Xitoydan setib adisim bo'ladi. Ammo u vaqtda Xitoy Amerikaning ta'siri ostida bo'lganligi uchun Amerika Sovetlarninki uranium
egillishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun Sovetlar Sharq Turkiston Cumhuriyetini yalg'onlik qo'llagan bo'lib, o'zining maqsadini erishib olguncha. Maqsadini erishib bo'lgandan keyin hammamiz bilganimizdek davlatimizni yo'qotish uchun oldi bilan Elxon Turi Cumhur Raisimiz Elxon Turini Toshkentga uy hapsiga ketdi. Ondan keyin o'ziningki tarbiyalagan o'z taraftar jaslın desek buldu, o'z taraftar mayil qilgan kishilarni asta-asta hukumatimizningki o'rinlarga o'tqazib, Xitoy bilan kelishim qilishga, sulh qildirishga urindi. Bu yerda bir xatolikni eskartish kerak. Hammamiz eng cho'ng xatolik bu ziyolilarimizni atalmış tarixchilarimiz bu xatolikni qilyapti. Ahmadjon Qosimi Sharq Turkiston Cumhuriyetininki prezident emasdi, rais emas edi. Agar dokladlik qarasak shu vaqtdagi nurg'un arxivlik qarasak, mayli Xitoyniki bo'lsin, mayli o'zimizning davlatimizniki bo'lsin, mayli O'risniki bo'lsin, mayli Amerikaniki bo'lsin, Ahmadjon Qosim tashqi ishlar ministri edi. Uningki vazifasi hukumat kabinetining ichida 15 kishilik hukumat kengashining ichidagi shu tashqi ishlar munosabatli kishi edi. Buni nima qilish kerak? Buni to'g'ri bilishimiz kerak. Shuni eskartib qo'yadilar. Ammo shu vaqtdagi vaziyatda 49da Xitoylar Ruslar Xitoylar bilan kelishib bizni yo'qotishga yo'lga nima qilib qo'ygandi. Ammo yana bizningki xalqimizningki buningga qarshi beradiganligini bilib, hatto hukumatimizningki, milliy armiyamizningki ishidagi ba'zi qo'mondonlarningki, ba'zi rahbarliklarningki buningga qarshi turadiganligini bilganda. Hatto bu Ahmadjon Qosimni boshqalarini yo'qotishning sababininki birsimi bularningki bular atalmış o'lkalik hukumatniki bijildek o'tadi ya. Ondan bu Xitoy bilan hech qandaq so'lay qilib hech qandaq bu Xitoylar bilan ish qila oladigan, bular bilan bir yerda o'tira oladiganligini burniga yeb, ondan keyin tunigandan keyin yana shu davlatimiz bo'lmaydi ekan deb ya kelganlik uchun Ruslar bunu yo'qotish kerak. Birinchi uni yo'qotish kerak, undan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti aloqador paketlarni yo'qotish kerak. CIA'ninki 1950-yildagi dokladga qarasak, shu Sharq Turkiston Cumhuriyetiga aloqador. Bu Ruslar Ahmadjon Qosimi, Deliqon Sugurbay, Isoq Bekmonov, ya'ni Milliy armiyaning bosh qo'mondonlari va tashqi ishlar ministerimizni qatorliqlarni Aylipran vaqa atalmış Aylipran vaqasi orqali yo'qotdi. O yo'qotish jarayonidami yana 9-oyda 30 nafar yuqori darajalik milliy armiya qo'mondonlari va davlat rahbarlarini yo'qotdi. Bu yerda CIA'ning dokladi degandek bu yerda bo'layotgan ish bu Ruslar bilan Xitoylarning ensirayotgani. Bu yerdagi xalq yana o'ziniki Sharq Turkistonniki mustaqillik bo'lishini xohlaydi. Bu Xitoy Cumhuriyetiga qo'shilishini rozi ko'rmaydi ko'p qismi. Va buningki qarshilik berish irodasi borlik uchun qarshilikni azaytish uchun qo'mondonlikni yo'qotish kerak deyish qarori bilan shularni shunda o'tadi deb yozilgan. Yo'lboshchilar liderlar. Şunun bilan Xitoy tajovuzchilar chiydi. Xitoy tajovuzchilar 10-oyning 12-kunida Sharq Turkistonga biz kirgan vaqtda ba'zi masalan bular oldi bilan Qumul taraflardan, Pichan taraflardan o'tdi ya. Shu yerda Sharq Turkiston xalq qarshilik berdi. Ya'ni garchi zo'r qarshilik berilmagan bo'lsa-mu, ozroq bo'lsa-mu qarshilik berdi. Ta nimaga bag'ishimi qarshilik berdi. G'uljidimi? Sharq Turkiston davlatini ag'dirib bo'lgandan keyinmi yosh milliy armiya ofitserlari chunki cho'ng qo'mondonlar Rusning yugani ya. Bir qismlari yana u buyruqni nima qilmaydi. Davlatimizni yo'qotmaymiz. Biz davlatimiz uchun necha ming shahidni berdik biz bu yo'lda yo'qotmaymiz deb masalan ba'zilar Rahimjon deb bir sibba nechilari. Shular ayol bo'lmay bir astadagi
Sen bu 105 yıl. Hmm. Rahimcan degan kishi 505 mayor desek buludu. Hmm. Bu karşılık berdi. Hmm. Xitay armiyasi yana nimige ta Xotanga kelgichmi yana qarşılık berdi. Ve Xitay armiyasi Xotanga şu 22 dekabrda chirdi. Ana Sharq Turkistonne ki en ahirki çoğun şehri yani Xotan vilayeti. Şu yani 22 dekabrda ep bolgandan keyin biz çirip yani ep bolduk degendan keyin ondan keyin milli armiyani yo'qotdi. Ondan keyin devletimiz ne agdırıp ötüdü. Şunun için bu gün neler etmemiz. Ama bizimki facialık nimimiz şu. Ama imkaniyet batı karşılık berişke. Bizimki eğer bazı yukarı derecelik adamlarımız şu vaktki la hain münafıklık kılmagan bolsa onların sürüşü ölü Xitaylıcık, Uruslucuk ölü dikemiz. Zaten ölümüz bugün. Ölgen bir uruş ölgen bir millet mağlup olmaydı. Şu karşılık vermeyi sükut kılıp yokuladı bir millet. Bunu biz kürevatımız. Biz tarihimizde düşman karış uruşup mağlup boğanımız yok. Daim şu sükutla mağlup olumuz. Siyaset dalla mağlup olumuz. Ama can meydanında mağlup boğanımız yok. Ve mağlup olmaydık. Ölü ne? Elbette mukarrar. Ölüm mukarrar. Neç yüz minimiz, hatta neç milyon halkımız mı kırılışı mümkün idi. Kırılıp geçişi mümkün idi. Aşı Uruska hem niminki takabül turuş arkalı. Ama yana devletimizinki müstakillikini müstakillikimizi saklap kalışımız, devletimizin saklap kalışımız ihtimali mu yana şu kadar yukarı buludu. Çünkü Rus'unki, Xitay'ınki düşmanları, garip dünyası mı şu vakitte küzdevatqa halette olumu cimotlamaydı. Olumu eğer biz çoğun derecede karşılık vereligen bolsak olumu kollaydı. Çünkü o yüzden düşmanı. En çoğun tehditler. O düşmanı acizlaştırıp her tür fırsattan faydalanmadaydı. Xuddi biz düşmanımızla karşı nim qilish üçün her kandak bir devlet bilen. Xitayni tehdit ko'radigan, Xitayni düşman deydigan har qanday bir kuch bilan hamkorlashish uchun tayyorligimizdeklar. Ular nima qiladi? Chunki bu yerda ishkili tarafninki bir ortak düşmanı bo'lganligi uchun bu muqarrar bizga yordam beradi. Hatta yordam berishni shu vaqtdagi inglizlarniki dokladlariga qarasakmi, yordam berish niyatim bati. Şunun bu Urus istihbaratı bu uçurlarını egillep Xitayga, bo'lmasa Mao'zuningki niyeti Sharq Turkistonda aldı bilan Tibet ne pula pa. Anandaki 51-52 yılda Sharq Turkistonda elişti. Ama Xitay üçün Urus üçün Sharq Turkiston eng çoğunroq tehdit bo'lgandan keyin birinchi bo'lib Sharq Turkistonni ishg'ol qilish majbur yo'lini Uruslar Mao'zuningga sizibadi. Demek bu yerda imkoniyatni bor ekan-da, nurg'un odamlar shu chog'dagi echinishli tarixni qayta eslab, agar shu ikkinchi jumriyatning askarlari bir etishib boqqan bo'lsa-chi deydigan bir xil pushaymonda bo'ladi. Shunchalik askar Xitoylarning qo'yniga amalsiz kirib ketgan bo'ldi. Xitoylarningki 5-korpusda bekitildi. Ammo uning nurg'unlari, azroq vijdonliqlari hammasini Xitoylar yo'qotib etdi. Har xil sabablar. Ularning liderlarini albatta odatdagi askarlarni keyin har xil yo'tkab, undan keyin medeniyat inqilobi deb o'lgandan battar qilib etdi. Shu chog'da o'limdan qo'rqib olgan bu tinchlik qadam amaliyotda uni o'limdan battar bir kunga qo'ydi bizningki askarlarimizni, bizning xalqimizni. Ham bugungi kunda bilyapmiz. Bugun mana Sharq Turkiston turayotgan bizningki xalqimiz o'limdan battar kun ko'radi. Shunga sharafli o'lim har vaqt go'zaldir. Vatan uchun, mustaqillik uchun sharafli o'lishni agar Alloh nasib qilsa, bu eng go'zal ish dunyodagi. Demak, fursat cho'qim bo'ladi. O'limdan qo'rqmasligimiz kerak. Biz tarixni o'zgartib, hammasi vatan uchun desak, taslimnomiga qo'l qo'yganmi, vatan uchun bo'lsa, bu xato bo'ldi. Xuddi bugun mush fursatda hozir Istanbulda
bizning üç efendimizni tabriklab o'tib, ularni vatan uchun deganga o'xshash bu xalqni aldash bo'ladi. Hamda bu bizning har qanday qilgan siyosiy faoliyatimiz bir realistik bo'lishi kerak. 22 dekabr qilib bekitdik, namoyish qilyapmiz va qilmoqchi bo'lyapmiz. Ammo sizningcha buningki mushtaq qilsak, buning qanday ahamiyati bo'ldi? Biri xalqaraga, bizni kuzatayotgan xalqaraga, bizningki o'lmaganligimizni, ya'ni bu millatninki, bu davlatninki o'lmaganligini bildiramiz. Şehitlerimizni mush davlat uchun qanini, jenini, milini bergan, bütün ömrünü sarf qilgan ajdodlarimizningki ruhini madiylagan bo'lgan bilamiz. Yani biz vaz kechmadik, biz sizlarni unutmadik, biz davlatimizni cho'qim yana asli keltirmaymiz. Biz xalqaraga beradigan mesajimiz, bizga yordam qilsang, bizga bir fursat bersang, biz yana shu davlatimizni asli keltirish uchun shikiliysimizninki düşmana bo'lgan bu Xitoy faşistlerini, bu Xitoy imperialistni, bu Xitoy tajovuzchilarini yo'qotish uchun biz mana tayyor, bizning xalq mana tayyor. Bunun uchun bu yo'lda janidan, melidan, qanidan barlig'idan kechish uchun mana necha million xalq tayyor. Faqatlam shu azroq yordam kerak, azroq fursat kerak. Shuni yaratib bersang, biz cho'qim davlatimizni asli keltira olamiz degan mesajni berish. Eng muhimi shu. Ikkinchidan, o'zimizningki milliy bo'lish sifatimiz bilan o'zimizningki bu lanetlik bu kunni hatırlash orqali davlatimizningki nima uchun yo'qotib qo'yganligimizni, qachon yo'qotib qo'yganligimizni, ya'ni egilik huquqimizni va egilik huquqimiz bo'lmasa qanday ko'radiganligimizni, ya'ni ko'rayotganligimizni nima qilish orqali davlatimizningki mustaqillik uchun qaytadan kurashninki bu yo'ldan boshqa yo'l yo'q ekanligini o'zimizga, avlodlarimizga bildirish orqali bildirish qiladigan ishimiz. Hamda bu holatda nima qila olamiz? Realistik bo'lishimiz kerak. Ko'pinchimiz, masalan, g'arb davlatlaridagi yomon cho'ng ish qila olsak, namoyish uyushtura olamiz. O'zimizningki turishliq davlatninki davlat mahkamasi oldida yoki prezident saroyi oldida, masalan, Amerikada biz Oq saroy oldida qilamiz. Shu 12 ayning 22 kuni juma kuni soat 2:30dan 4gacha. Boshqa davlatlardami o'xshash o'zininki turishliq davlatninki prezident saroyida, tashqi ishlar ministrligi oldida, parlament binosi oldida va yoki davlat mahkamasi oldida shunda bir faoliyat yapirish kerak. Hech kam deganda. Ikkinchidan, eng muhimi sosyal medyadan foydalanishimiz kerak. Sosyal medyada bu kunni milliy motam kuni deb o'zimizga, chet elliklarga bildirishimiz kerak. Chet elliklarga tushuntirishimiz kerak. Nima uchun bu kun bizga uchun milliy motam kuni? Nima uchun? Ana bu milliy motam kuni davlatimizningki egilik huquqini yo'qotib qo'yganlik kunimiz. Onundan sirt bizning irodamiz nima? Bu egilik huquqimizni, bu asli keltirish, davlatimizni asli keltirish va bugungi 74 yilning yoz davom qilayotgan ishg'oliyat, mustamlika va irqiy qirg'inchilikni yo'qotish nishonimiz shu deb xalqaraga bildirish kerak. Mushuni qila olamiz. Hech narsa qilolmasakmi? O'zimizningki masalan ba'zi munofiqlar Xitoyninki nimasini qilib quruq qog'oz ko'tardi ya. Biz shu kunida quruq qog'oz ko'tarmay Sharq Turkistonga mustaqillik, ya'ni Sharq Turkistonga mustaqillik deganni hashtag qilib shuni ko'tarsak bo'ladi. Yanada undan sirt 22 dekabr Sharq Turkiston milliy motam kuni deb nima ko'tarsak bo'ldi. Resim biznes qilmasak, eng oddiy qilsak. Ammo yana qilganimiz biz oldimizga bir necha kunda o'sha
nima flyer posterlarni yasavyapmiz. Mush kunga alaqadar. Shuni o'zingizning yerlik tilimizda shunda tarjim qilib, shu sosyal media orqali paylaşsanglar, masalan Facebook'da, Twitter'da, Instagram'da paylaşsanglar, qanchalik jiq ko'rsa, düşmanımızınki içime şu kadarcık nim kılınıdı ve bizning masalamiz yana az bolsumu bizninki masalamizga ko'ngil berayotgan kishilar yoki tadqiq qilayotgan kishilarga mana ma'lum texi o'lmabdi, yana mustaqillikni xohlaydi ekan millat, ko'pinchisi mandakin, men ba'zi munofiqning deyishdi, mustaqillikni xohlaydi Allah, noit asıllık qism yo'qchi emas. Mustaqillik nasıl keltirdigan ko'p qismken. Yani bularni qo'llasak bo'ladi ekan, bu milliy mustaqillik harakatini qo'llasak bo'ladi ekan, qo'llashga loyiq ekan degan ta'sirini berishimiz kerak aziz qarindoshlar. Rahmat. 22 dekabr kuni hamda hammamizning vijdon burchi bu namoyishga qatnashishimiz kerak. Chunki vatandagi xalqimiz bu kundagi vaqtda biz hech qilmay, hatto o'zimizningki mustaqil davlatimizningki bu nomusli kundimi namoyishga chiqmay o'ltirsak, bu vijdonning qanday chidaydiganini men bilmayman. Ammo xalqimizning o'ylanib beqishini, agar bizga mustaqil davlat lozim bo'lsa, agar bizga insondek yashash kerak bo'lsa, bizmi insondek yashashni umid qiladigan bo'lsak, mushundaq bir namoyishga qatnashishni umid qilamiz. Onundan keyin Allohning insonga bergan eng zo'r minnat gift, hamda eng zo'r sovg'ati chuqum aql. Aql berilgan ekan, inson aqlni ishlatish kerak, uni o'ttiga bermaslik kerak. Bizning oldimizda nurg'un o'yinlar o'ylanayotdi. Masalan, bugunmi 3 apandim xotirlanayotdi. Atalmış vatanparvar shaklda. Ammo bu 3 apandi bizning mustaqilligimiz uchun kurash qilganmi yoki bugun bizning mush kunga qilishimiz uchun kurash qilganmi? Buni o'ylanib beqish kerak. Aqlni ishlatmagan odamda hech qanday yaxshi taqdir bo'lmaydi. Shunga bugünkidek suhbatlarga quloq solib qo'yishinglarni, anglab beqishinglarni, o'ylanib beqishinglarni va tafakkur qilib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xitoylar bu o'yinni shunchalik qamlashtirib o'ynatdiki, bizga ba'zi odamlarni sahnaga chiqarib, qahramon qilib, tarbiyalab ko'rsatib beradi. Acaba bular nima ish qilmishindaq deb bir savol so'rsak, buning tegi o'zi ichildi. Onchalar jiq uchurlarni berishning o'rni yo'q. Bugungi kunda biz chiqim to'g'ri yo'lni, xato yo'lni to'g'ri farq etishimiz, o'zimizningki millatimizning, vatanimizning, Sharq Turkiston davlatimizning kelgusini o'ylashimiz, taqdirimizni, bolalarimizning, avlodlarimizning taqdirini o'ylashimiz kerak. Biz kichkina ishchinimizni apmangib, shu jinimiz uchun pul tepib, jon qilib o'tsak, bu hayot bo'lmaydi. Hayvonmi shunchalik ishni qila oladi? Gap bizning qanday yashashimizda. Shunga hammanglarningki mush vaqtiga rahmat, Salih Xudoyxo'r apandiga rahmat. Kelar qitimliq programmamiz to'rda e'lon bo'ladi. Allohga omonat. Xayr xo'sh.